Yaxshi qiz. Anavim asabimga tegyapti. Bir daqiqa, sir. Xonim, tizzangizni sal tushirib o'tirsangiz, sizdan oldinda o'tirgan janob kursini tushira olmayapti. Umuman olganda aytganingizni qila olmayman. Soqchilarni chaqiraymi? Biron gap bo'ldimi? Ha, hozir hammasini tushuntirib beraman. Ochko'z aviakompaniyalar ko'proq pul ishlash uchun kursilarni ataylab zich qilib o'rnatishgan. Men Pragaga mana bu odam tizzamda o'tirgan holda uchishni istamayman. Ha, to'ppa-to'g'ri. Bu g'irt molni o'zi-ku. O'zinglar bir qaranglar. Agar birinchi toifa bilan uchganingizda bemalol siqilmay o'tirardingiz. Qancha turadi? Kechirasiz? Birinchi toifa bilan uchish qancha turadi deyapman. Birinchi toifa yo'lovchilariga alohida xizmat qilamiz. Marhamat.